Assalomu alaykum qadrli Ekoteri kuzatuvchilari. Bugun mana 2025-yilda 4-noyabrda turibmiz. Havolarimiz ham sovib ketdi bugundan. Aqlli ko'mir kotellarimiz. O'tgan yil bitta klientimiz tashladi Zarkinadan parni 2 zakaz qilgan edilar. O'tgan yil bir 25 tacha yasab bergan edi. Bu yil yana 10 ta olyaptilar. Xudo xolasa boshlanishi yana 20 taga zakaz berib ketdilar. Buni o'rnatib olishgandan keyin kimgadir shunaqa ko'mir kotellarni optim joydan birinchi qo'lidan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bizda lazer stanoklarimiz, giplarimiz o'zimizda, listlar optim joydan birinchi qo'ldan olinadi. Shuning uchun atrofdan ko'ra narxlarimiz arzon, lekin sifatlarimiz birinchi o'rinda. Listlarimiz sifati. Yangi listlar ishlatamiz, rabochiy ishlatilmaydi. Bizda 100 kvadratdan 400 kvadratgacha aqlli ko'mir kotellarimiz bor. Undan tashqari kimgadir gaz kotellar kerak bo'lsa, gaz kotellarimiz ham bor. Arzonroq ko'mir kotel so'raganlarga arzonroq ko'mir kotellarimiz ham bor. Ulardan tashqari ekonom pechkani original logotiplari ostida tug'ilib katta bo'lgan joyi, sehi desak ham bo'ladi. Birinchi qo'l optim narxida ekonom pechkalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Ekonom pechkalarni ham optim narxlarda qilib beramiz. Kotellarimizni dastavkalari bor, kelishilgan holatda vohalarga, vodiyga, shahar markazlariga, Farg'onaga, uygacha dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Kirgili temir bozorida. Ro'parada Qizil Saman mo'ykamiz bor. Kirib kelganda o'ng qo'lda. Bu tomonda Kirgili Kanechkasi, yopiq stadion. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qolgan batafsil ma'lumotlar telefonda tushuntirib beramiz. Bizda sifat va ishonch birinchi o'rinda. Hozir mana kotellarimizni xudo xolasa jo'natib yubordik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Yangiliklarimiz bilan tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum qadrli Ekoteri kuzatuvchilari. Bugun mana 2025-yilda 4-noyabrda turibmiz. Havolarimiz ham sovib ketdi bugundan. Aqlli ko'mir kotellarimiz. O'tgan yil bitta klientimiz tashladi Zarkinadan parni 2 zakaz qilgan edilar. O'tgan yil bir 25 tacha yasab bergan edi. Bu yil yana 10 ta olyaptilar. Xudo xolasa boshlanishi yana 20 taga zakaz berib ketdilar. Buni o'rnatib olishgandan keyin kimgadir shunaqa ko'mir kotellarni optim joydan birinchi qo'lidan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.